Masalan, har birimiz tug'an kunga o'tirishga, biron bir to'y tomoshaga borganimizda hammamiz xursand bo'lib boramiz, to'g'rimi? O'sha joyga bir sevinish uchun, quvonish uchun, bir-birimizni ko'rib, bir-birimiz bilan suhbatlashib, qancha oylardan beri ko'rmagan insonimizni ko'rib, ozgina ko'nglimizni yozish uchun boramiz. Lekin ayrim insonlar uydan urushib chiqishadi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, ota-onasimi, ayolimi, turmush o'rtog'imi, farzandlarimi, aka-ukasi farqi yo'q. Kim bo'lishidan qat'iy nazar uyda urushib chiqdi o'shalar bilan. Keyin o'sha hamma insonlar xursandchilik qilib turgan joyiga qovoq tumshuq qilib oladi. Qovog'ini osib oladi va zahrini boshqa insonlarga sochishga harakat qiladi yoki yomon energiyalar tarqatishga harakat qiladi. Nima uchun, nima sababdan bu ishni qilyapsiz? Siz g'amga botganmisiz? Siz hozir urushib chiqqanmisiz? Och keldingizmi, to'q keldingizmi? Sizni do'stingizga ham, dushmaningizga ham buni farqi yo'q. Siz quvonish uchun keldingiz, boshqalar ham quvonyapti.